Ana namoz o'qiyotsak, xayolimiz bozorga ketib qoladi. Allohning zikrini qilyapsak, qandaydir yana tirikchilikni bir narsalari xayolga kelib, keyin to'xta nima qilyotgandim deb qoladi odam. Bu bo'lmaydi. Zikrni qilganda juda nima yo'q. Mayli, qilaver deydi. Mashoyixlar aytadiki, zikr bilan g'ofil bo'lganing, zikrsiz g'ofil bo'lganingdan yaxshidir. Bir yo'li g'ofil bo'lib qoldi, Allohni eslamay yuribdi. Lekin bir odam Alloh Alloh deb turib g'ofil bo'lyapti. Bu afzal bu. Endi hushyor bo'lib zikr qiladi. Uni davom etaversa, uyg'oqlik zikriga o'tadi. Undan keyin yana yuqori natijalarga ko'tariladi. Allohning zikri bilan tili ho'l bo'lgan banda, dili band bo'lgan banda zinhor va zinhor yomonlikka qo'l urmaydi. Chunki doim Robbisiga bog'lanib turibdi. Yomonlikka qo'l uzatayotganda qalbida Alloh turibdi, zikr qilyapti. To'xta deydi, men Allohni zikr qilib turish yomonlikni qilaman. O'zini o'zi to'xtatadi.